Meni erim haddan tashqari ko'p urgan. Meni vanitlarim yirtilgan, tizjagim yirtilgan, tishlarim sinib ketgan, sudrab urganda. Mana yirtilgan joylarim tikilgan. O'shalarga ham bardosh berdim. Chunki bu otam zo'r baqqanda meni. Go'sht bormi? Hozirmi? Yo'q, hozir momentda yo'q. To'rtni niqasini kallasi bilan 12 mingdan 10 kilosi. Tepasi shilvolar go'shtini o'shasini olib kelaman ko'proq. Bo'takasini olib kelaman, jigarini. Mollaringiz hech bir go'sht yeylik deyishmaydi. O'shani ham go'sht deb qabul qilishadi. Ro'zani ham kanda qilmay tutadi o'g'lim. Keyin ro'za tutsa bitta kartoshkani qo'g'irib saharlik qilar ekan. Qo'ygan payt o'shalar nima yesa o'shani yerganda iftor paytda ochib yuboradi deyishganiga hech ochmabdi. 20 kunda boshqa qiyin nimaga solishibdi. Darhol tutarmaydi, endi ochib yuboradi deb. Qirg'iz kelib aytibdiki, senga o'g'lim dedi, rosa ochib yuboradi deb kutdik, ochmading. Ro'zangni oxirigacha tutganing uchun debdi, senga mana $100 beramiz deb shonadi. Deb ganaka hali joyda hali pulda uyi bir bandani mukofot shu bo'lsa, menga Alloh qani mukofot qanaqa ekan yana debdi. Tog'alarim hammasi yig'lashibdi dedi. Keyin menga telefon qildi. Shu paytda ko'ziga yosh olibdi, yig'lab turib, "Tog'a yursalamiz, Alloh yetkazamikin oxirigacha. To'lashimizga umrimiz yetib boramikin." Bu dunyodagi orzularingiz oldimda mana. Men shu kunimga ham shukr qilaman. Nimaga kelsangiz, u dunyoga borganda jannatlarda yurishni havas qilaman. Bu qiyinchiliklarni hech qolamas u dunyoda. Eng kenja o'g'limda qori qilaman deganman. Hozir ham bittaman o'ziga. O'g'lim, siz boshqa o'qishda havas qilmanga. Nonni qayerdan topayman, Alloh beruvchi. Mana bizga beryapti-yu dedi. Aytyapman, 6 ta non bilan bitta kulcha yopgan kuni ehson kelgan. Qarang, ertaga nima yeyman ekan deb yopganman, yig'lab yurib yopganman o'sha nonni. Bolamga borib bersam 4 tasini, 1,5 ta non menga qolyapti. 1,5 ta nonni bolalar bir kunda yeb qo'yadi. Ertaga nima qilar ekanman deganman. Hatto sham nimada, paxtada nimada svetda bolam dars tayyorlayapti. Shu Allohning menga bergan mukofotida u. Namozimda ajr shukr, shunga farishtalar kelgan uyimga. Alloh mana berguvchi, hech kim och o'lmas ekan deganman. Ozgina hisoblar bor, shularni topshirib biz ketamiz. Men to'g'risi xafa bo'lmaylar, qabul qilaman degan bu. Toshkentdan olib keldingiz. Un yog'larim borda, produktlarim bor. Produktdan bor shukr. Ming bor shunchalik qilgansiz. Mendan ham muhtojlar bor. Menga Alloh shukr deb beryapti. Rizqim bor. Mendan ham muhtojlarga beringlar, chunki nogironlar meni ko'raman birada televizorda. Nogironlar uy yo'qlar bor ekan. Meni Xudoga shukr, oyog'im yetmaydigan uyim bor. Akvadi eshik derazam bor. Shularga ham zorlar bor. Shularga beringlar. Sizlarni bir kelishlar men uchun mo'jiza. Bu ham bir mukofot. Endi bitta qiynalganga bersangiz o'tadi. Jonim o'tadi. Qarang, bor narsam ustiga olsam Xudoga xush kelmaydi. O'shani yana ham yo'qqa bersalar, borga berma deganda, Allohim qonni to'xti ham yedirma degan. O'shan mendan ham muhtoj bor. Jonim ukam mendan ham muhtoj bor. Sizlarga ham o'tmaydi, buni javobini men bera olmayman Alloh oldida. To'g'risida men to'g'ri tushunsalar, endi bitta men armonim saodat asrini ololmayman. O'zbekchasini o'sha narsani rosa yaxshi ko'raman. Yurakdan yaxshi ko'raman. Ishonsangiz bor. Gunohlarimiz Alloh kechirsin deydi. Bilib bilmay qilgan gunohlarimiz. Mana shu saodat asri. Yo'q. Geçmeyelim artık. Tencereler sarılsın. Nasıl bu kıymet? Aynen mana siz so'ragan saodat asri. Hamma mi buni? Hamma bopika. Arzuyim. Lekin duo qilib so'radingiz Allohdan. Shu kitobni o'qishni so'radingiz. Bugun bandatdan so'raganman. Xudo shuni olishimga qurbimni yetkazdi. Kitob olib bunaqa xursand bo'lgan insonlarni kam ko'ramiz. Men buni olib o'tirolmay turdim-da.